Mashinangizga hozir eng kerak bo'ladigan shu 4 ta narsani optim narxida ko'rsataman, lekin kichkina sharti bor. Abrorxon nomidan desangizgina shu narxda qilib berishadi. Birinchi bo'lib mashinangizga kerak bo'ladigan bu Evacor poliklar. Mana rossiyskisi bozorda 250 mingdan bor. Bu yerda bo'lsa meni nomimdan keladigan bo'lsangiz, buni 200 ming qilib berishadi. Men sizga hozir ko'chada 300 ming, 350 minggacha sotiladigan Xitoy Evacor polikini ko'rsataman. Qaranglar, bortini kattaligini va orqasi ham mana silliq bo'lmaydi, lipuchkali bo'ladi. Buni eng zo'r tarafi orqa tarafi splashnoy bo'ladi. Tasavvur qiling, shuni Abrorxon nomidan desanglar, atiga 230 mingdan luboy mashinaga qilib berishadi. Keyingisi chexol. O'zi bilan mashina olgandan keyin обязательно unga yangi chexol taqing deydi. Men sizga hozir Demitini original chexollarini 100 dollargacha sotishayotganini Abrorxon nomidan desanglar, atiga 50 dollardan olish imkoniyatini beraman. Keyingisi bo'lsa pad nomer. Uzubi pad nomer. Buni ko'chada 40 ming, 50 mingdan sotishyapti. Abrorxon nomidan desangiz, atiga 20 ming so'mdan berishadi. Agar sizga Magigar pult kerak bo'lsa, narxi vaqti keladi. Buni endi 200 ming, 200 mingdan baland sotishadi. Abrorxon nomidan bu ham atiga 110 ming so'm. Mana shu joyga menimcha bitta like bosib qo'ysangiz kerak. Profilligini qoldiraman, to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Videoni maksimalni yangi mashina olgan hamma tanishlaringizga yuborib qo'ying, manfaatli bo'lsin. Meni profilimga ham obuna bo'lib qo'ying.